Rahmat. Nima gaplar? Qizni topdi. Ha, qizimiz adammi? Ha, yaxshi. Keling bilan xayrlashmadingizmi hali? Ya'ni endi xayrlashaman hali bor-ku, endi boshlandi to'y. Ha, mana xayrlashayotganda yig'lab xayrlashing, xo'pmi? Hech yig'lamaganman, yig'lamayman. Ha, endi narigi mahalladan Sharifaga qiz o'tganda, qizi bilan shundoq xayrlashyapti-da, yig'lamadi. Odamlar gapiryapti. Bitta qizi hali yig'lamdi, xayrlashmaydi, odamlar gapiryapti. Qanaqa yig'laydi? Endi bu yig'laydi endi. Sal mashq qilish kerak ekan buni ham. Ha, chiroyli ayollarga o'xshab yig'lamay. Erkaklarga o'xshab ko'zingizdan yosh chiqsin. Ha, Ha, o'tib senga repetitsiya qilib oling. Hop. Kimni xabar qildimi? Yo'q, o'zim bilan qotdim. Kamchilik bormi? His qilyapti. Yo'q, xabar yaxshi. Kirmaysiz chiqarib o'tiring-da. Ha, shoddaman. Yani o'sha qizingiz chiqyapti, tayinlang bu erkaklar. Qanaqa yig'layman? Ani, dardli yig'lay ani. Ovoz chiqmasmi? Ovoz chiqmasin-da, barlaridan yoshini yo'q qilsin. Talpini yig'lay. Ha, hop. Ayollarga. Ha. Hozir sal o'xshatolmayman-da yig'lash. Qadimdir orizi sal o'zidan yosh chiqadi. Men bitta urib qo'ysam bo'lar ekanda. Kelyapti, tezroq. Hali kelyapti. Ha. Uzr. Ha, qani qizing chaqiringmi? Ne qayerda yuribsiz? Shunaqa ham odam bo'ladimi? Qani qizing ketib qoldimi? Qizingiz yig'lab ketdi. Ota ham shunaqa bo'ladi. Bitta qizingizdan xayrlasha olmadingiz. Hali Kamol ana qildi, lekin Kamolni urib, anaqasini pachoqlab tashladim. Yaxshi. Mayli endi uyga bir o'tib kelaman.